Erkin Vohidov. Zamonaviy o'zbek milliy adabiyotining yorqin namoyandalaridan biri Erkin Vohidov 1936-yil 28-dekabrda Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida o'qituvchi oilasida tug'ildi. Erkin Vohidov Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetida tahsil olib, Yosh gvardiya, G'ofur G'ulom nomidagi nashriyotlarda yoshlik jurnalida xizmat qildi. Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Xalqaro aloqalar va munosabatlar qo'mitasi rahbari, O'zbekiston Senati a'zosi sifatida faoliyat yuritdi. Uning birinchi she'ri 14 yoshida 7-sinfda o'qib yurgan kezlarida chop etildi. Erkin Vohidov ijodida g'azal, qasida, muhammas kabi janrlarga qo'l urib, mumtoz adabiyot tajribalarini yanada boyitish, yanada mukammallashtirishga intildi. U 1996-yilda buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Erkin Vohidov adabiyotimiz va ma'naviyatimizni yuksaltirish, yoshlarimizni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratilgan asarlari, shuningdek, mustaqilligimizni yanada mustahkamlash yo'lidagi faol xizmatlari uchun O'zbekiston qahramoni yuksak unvoniga sazovor bo'ldi. Erkin Vohidov 2016-yil 30-mayda Toshkent shahrida vafot etdi.